Bir necha oy oldin sobiq O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vaziri o'rinbosari Bekmurod Abdullayev 186 milliard so'm, ya'ni 15 million dollardan ko'proq byudjet mablag'larini talon-taroj qilishda O'zbekiston Respublikasi prezidenti tomonidan ayblanib, tergov davomida ehtiyot chorasi uchun qamoqqa olingandi. Bir necha kun avval esa generalning qarindoshlari, aniqroq akasi ekanligi aytilayotgan hozirda davlatning O'zmet kombinati boshqaruv raisi, undan tashqari shaxsiy BA Holdings deb nomlangan bir nechta multimillion dollarlik kompaniyalar egasi ekani aytiladigan Bahodir Abdullayev tomonidan yuqoridagi davlatga keltirilgan 15 million dollardan ko'proq zarar qoplangani, ayni shu sababga ko'ra sobiq vazir o'rinbosari Bekmurod Abdullayev qamoqqa olish jazosi bekor qilingan holda ozodlikka chiqarilgani haqida eshitgandirsiz. Menda esa ayni shu voqeaga aloqador bir nechta tabiiy savollar tug'ildi. Birinchidan, qaysi qonunga asosan davlatga yoki umuman jismoniy va yuridik shaxslarga yetkazilgan zarar qoplansa, gumondor qamoqdan ozod qilinadi? Ikkinchidan, agar shunday qonun mavjud bo'lsa, nega u qonun misol uchun muammolarni hal qilish uchun bir necha ming dollar, million emas, 1000 dollar pora olishda gumonlangan taftish.uz jurnalistlari yoki bir necha million so'm porada ayblangan Sirojiddin Media kabi jurnalistlar ozodlikda emas? Nega ayni shu ish bo'yicha qamoqqa olingan boshqa davlat xodimlari ozodlikda emas? Ular ham gumon qilingan zarar qoplansa ozodlikka chiqishadimi? Uchinchi, zararni qoplab berish jinoyatni bo'yniga olish bilan teng bo'lib qolmaydimi? Agar shunday bo'lsa, nega qahramonimiz ozodlikda? To'rtinchi, agar prezident tomonidan davlat mablag'larini talon-taroj qilishda ayblangan sobiq general Bekmurod Abdullayev aybsiz ekaniga rostdan ishonsa va aybsiz bo'lsa, nega Bahodir Abdullayev aybsiz ukasining o'g'irlanmagan pullarini qaytardi? Qaytanga aybsiz odam sudda o'zini oqlashga harakat qilishi kerak emasmidi? Beshinchi, odatda katta biznesdagi pullar aylanmada bo'ladi. Ayni shu yuqoridagi holat uchun esa 15 million dollarning manbalari qayerdan ekanligi, ular uchun qonuniy soliqlar to'langan yoki yo'qligiga nega sinchkov soliqchilarimiz qiziqishmadi? Axir tirik kitob, ya'ni Xayrulla Asadov bitta chek bermagani uchun jarimaga tortildi-ku. Oltinchidan, biri 15 million dollar davlat pullarini o'g'irlaganlikda gumonlanayotgan general, yana biri esa ukasi uchun bir necha kunda 15 million dollar naqd pulni cho'ntak pulidek to'lab yuboradigan millioner. Nahot ayni shu ikki shaxs orasida manfaatlar to'qnashuvi, mansab vakolatlaridan foydalanib boshqa ko'rinishdagi iqtisodiy jinoyatlar sodir bo'lganmikin deb qiziqadigan tashkilot bo'lmasa O'zbekistonda? Yettinchidan, nahot birorta deputat davlat amaldorlarining daromadlarini deklaratsiya qilish shu kabi muammolarning yechimlaridan biri ekanini tushunmasa yoki tushunib aytishmasmikin? Axir iqtisodiyotni oqartirish uchun yoqilg'i va bir qancha yo'nalishlarda majburiy naqdsiz yechimni bir nafasda hal qilishdi-ku. Nega Adliya vazirligi uchun yoki bizda fuqarolar va qo'lida kuch-qudrati hamda boyligi bor bo'lgan insonlar uchun qonunlar ikki xil talqin qilinadimi? Nega siz jimsiz yoki siz ham O'zbekiston qonunlari va uning teng huquqli adolatiga ishonmaysizmi?